Assalomu alaykum. Biz Abdulla Qodiriy uy muzeyidamiz. Hazrat Abdulla Qodiriy uy muzeyidamiz. Do'stimiz ustoz To'lqin Eshbekning kitob taqdimoti bo'ldi. An'anaviy ravishda. Endi va bir necha kitoblarini shu uy muzeyida joylashgan kutubxonaga sovg'a qildilar. Endi menga yoqqani bu yerda Jahon tillari universitetining bir guruh talabalariga uchrashdik. Moskvadan kelgan xorijlik sayyohlar bor ekan, ular ham kelishgan ekan. Ular til bilmasdi, lekin nima bo'lsa ham Abdulla Qodiriyni uy muzeyini ziyorat qilib yurishibdi. Hozir shu yerda hozir ko'ramiz. Endi men nima demoqchiman? Biz ziyolilar bu uy muzeyini ko'proq targ'ib qilishimiz kerak ekan. Bu yerda original narsa bor. Bizda ko'pincha kopiya nusxadan qo'yiladi ko'p muzeylarimizda, lekin bu yerda keling ko'rsangiz bo'ladi. Mana o'sha paytdagi sandiq Abdulla Qodiriy ishlatgan deyshadi. U yerda g'ildiraklar bor. Mana bu eshiklar ham original. Mana eshiklar ham o'sha Abdulla Qodiriy qo'llari tekkan eshiklar hisoblanadi bular. Mana shuni ko'rish uchun ham bir marta kelsak arziydi bu yerga. Mana xumlar etishdi, mana xum. Mana bu ham o'sha Abdulla Qodiriy xonadoniga tegishli ku. Bunda bilasiz, ko'pchilik yoshlar bilmaydi, sut pishiladi, yog' olinadi va qolgani ayron bo'ladi. Sariyog' bo'ladi. Hozir bozorlarda bor. Mana bu eshiklar ham original. Mana bu qadimgi uylardan qolgan. Mana bu hozir restavratsiya qilingan. Yana bir narsa, mana bu eshiklar ham o'sha zamondan qolgan. Original, mana original. Mana shuni birgina shuni ko'rish uchun ham men yoshlarni xalqimizni taklif qilgan bo'lardim. Yana bir narsa, endi bu daraxtlar mana bu yerda anor ekilibdi, mana shotut ekilgan. Biz bilamizki, Abdulla Qodiriy dehqon bo'lganlar, bog'bonchilikni yaxshi ko'rganlar. Bu o'ndan biri ularning xonadoni. Bu narigi tomon ham Abdulla Qodiriy oilasiga tegishli bo'lgan. Hozirchalik keyinchalik uy qisqarib kichkina xonadon bo'lgan. Endi bir narsa, mana hozir shotut pishchilik payti. Endi biz bozorga boramiz, olib sotib olamiz yoki kim uyda shotib bo'ladi, lekin men o'ylardimki, mana yerga to'kilib yotibdi. Biz xonam akadan iltimos qildik, bizlarni mehmon qildilar. Mana hozir keling bir Abdulla Qodiriy xonadonidagi bir shotutni olik, chang bo'lgan, Xudo o'zi kechirsin deb yeb ko'ramiz. Mana shu bir tut uchun ham shu kunlarda shu xonadonga kelishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bu eshiklar ham, mana bu nima deylardi? Qadimda hozir endi shkaflar chiqib ketdi-ku, komodmi, bir narsa nima deylar? Men yaxshi bilmayman. Komod. O'sha zamonga tegishli ekani aytiladi. Yana bir narsa bu xonadon restavratsiya bo'ldi, lekin shiypon o'sha qolgan. Abdulla Qodiriy o'sha tepaga chiqib ijod qilganlar, qishda pastda o'tirganlar va mana shuni ko'rish uchun ham men kelishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Yana bir narsa yuring. Endi uzumlar ham o'sha ko'rinishda, mana anori ham olishingiz mumkin, bexini olishingiz mumkin. Mana u tomonda ham Abdulla Qodiriy o'zlari yashagan uy turibdi. Abdulla Qodiriy ruhini beradigan o'sha binolar turibdi. Yana u yoqqa boramiz. O'sha xumlar yuring. Bu ham nima ekan? G'alla saqlangan bir paytlar, g'alla
un saqlangan. Bu juda katta tut, tol, menimcha ko'proq tutdan bo'ladi. Bu ham original. Chunki boshqa olib kelishmagan, shu Abdulla Qodiriyni bevosita o'zlari ishlatgan g'allatnom desa bo'ladi. Mana bu ham boya ko'rdik biz hashamatli uyda turadigan sandiq. Bu endi omborxonada yoki hujra deymizmi, o'sha ani oshxonada qo'shimcha joy bo'ladi. Endi g'allalar saqlanadi yoki o'sha non saqlanadigan joylar bo'ladi. Bu paytlarda mana shu sandiq bu. Bu anaqa tilla yoki taqinchoqlar saqlanadigan emas. Tilla taqinchoq bor, chiroyli bo'ladi. Mana bu ham sandiq hisoblanadi. Yana yuring. Yana bular hammasi original, mana bu ham xuddi shunday g'alla saqlanadigan. G'alladon deymizmi? Yana bir narsa. Mana bu pichan qirqilgan. Pichan maydalangan. Katta pichan qo'yiladi deb, pichan anaqa qilinadi. Ana hozir buni ko'pchilik bilmaydi. Qishloq yigitlari, qizlari bilishi mumkin, shaharda bilishmaydi. Mana bu ham original. Shuning uchun ham mana shuni ko'rish uchun ham men yoshlarni taklif qilgan bo'lardim muzeyga. Mana bu qovoncha kichkina bo'ladi. Bu boshqacha nomi. O'g'ir. Bunda nima qilinadi, bilasizmi? Bunda tuyulgan, mana bu ana qilingan. Bu ham o'sha Abdulla Qodiriyga bevosita tegishli. Mana bunda nima qilingan? O'sha bug'doy qilinib, anaqa go'ja qilingan. Mana bunda ham bizani endi yoshligimizda bunda xamir qorilgan. Mana xamir qorilgan, ham oxirga o'xshaydi. Oxir nima? Molda yeydigan anaqa. Lekin bunda o'sha xamir ham qorish mumkin ekan. Buni baribir so'rashimiz kerak. Endi mana bu bevosita omoch. Endi anaqa uchun plug deymiz a. Bunda yer haydalgan. O'sha ko'pincha o'sha anaqa qilib, o'sha ho'kizlar, aslan ho'kizlarga anaqa qilinganda, juda qiyin bo'lgan. Mana bu temir anaqa qilingan. Mana temir albatta qo'yilgan. Mana shu omoch deyilgan. Bu eski zamonda. Yana bir narsa, mana bu eshiklar o'sha mana bu qadimda, yaqinda bundan 30 yil oldin ham har bir xonadonda tandir va o'choq bo'lgan. Tandirda non yopilgan, o'choqda ovqat qilingan. Endi bizning qishloqda ikkita qozon bo'lardi. Bitta katta yo kichik. Bu yerda hozir bittasini qo'yishibdi. Kattada mehmon kelganda qilinadigan va kichikda o'zi kichik xonadon uchun. Endi mana bu tepaga chiqamiz. Uyga shunda ko'rsangiz ham bo'ladi. Ochiq bo'lsa. Flash. Bo'ldi. Shu katta rahmat sizlarga. Bo'ldi, rahmat.